No'ruz bayrami Uyg'urlarning bugungacha davom qilib kelgan eng qadimiy va eng cho'ng milliy bayramidir. Uyg'urlarni millat qilib tutib turgan ma'naviy omillar, odat, an'ana meroslari va moddiy madaniyat omillarining ichida No'ruz bayrami alohida o'rinda turdi. No'ruz yangi kun, tunji bahor kuni, yangi yil kuni degan ma'nolarni bildirdi. Uyg'urlarda No'ruz bayrami boshqa turkiy xalqlarga o'xshash her yili 3. ayning 21. kuni qutlaqlanadi. Uyg'urlarda bu bayram yangi yil bayrami deb tabriklanadi. No'ruz bayrami milodiya kalendari bo'yicha kecha bilan kunduzning tanglashadigan mart oyining 21. kunidan 23. kunigacha bo'ladi. No'ruz Türk xalqlari va Fars tili sistemasidagi millatlarning yangi yil bayrami sifatida 2009 yili Dunyo madaniyat meroslari qatoriga kirgizilgan bo'lsa, 2010 yildan boshlab xalqaro bayram qilib belgilandi. No'ruz zimiston qish tugab, butun tabiat uyg'ongan, qor muz va to'nglar erib, agizlar va eriq o'stanglarda sular shildirlab eqishga boshlagan. Dal-daraxt, gul-giyohlarga suv yugurib, ko'kirib, chechaklashga yuz tutgan. Dehqonlar atiyozliq terilg'iga kirishadigan go'zal bahor faslining yetib kelganligidan derak berdi. Bu hal Qutadg'ibilik dastonida nihoyat ro'shan holda aks ettirib berilgan. Uyg'urlar orasida No'ruz bayramining tarixini nihoyat uzoq davrlarga surish mumkin bo'lib, Abdushukur Muhammad Emin tarixiy manbalarga asoslanib turib, No'ruzning kelib chiqqaniga 4000 yildan oshgan deb hukm qiladi. Tarix tadqiqotlari No'ruz bayramining eng dastlabda Türk xalqlari orasida borliq kelganligini isbotlab turmoqda. Tarixiy tadqiqotlarga qaraganda No'ruz nomi bilan atalgan bu bayram eng dastlab Bayqal ko'li, O'rxun atroflari va Oltoy tog'lari atroflarida paydo bo'lgan bo'lib, Uyg'urlarning va Turkiy xalqlarning g'arbga ko'chishi natijasida Yevropaga qadar tarqalgan. Butun Turk qavmlari tomonidan eng buyuk bayram deb olqishlanib kelgan No'ruz eng qadimgi chaqlardan tortib yangi yil sifatida qutlaqlanib kelgan bo'lib, bugunga qadar hamma Turk qavmlari orasida, ya'ni xristian bo'lgan Chuvashlar, buddist bo'lgan Tuvalar, shaman e'tiqodidagi Sibiriya turklari va barliq musulmon turk millatlari orasida bu bayram tabriklanib kelmoqda. Xristian diniga e'tiqod qiladigan turk qavmlari, buddist va shaman turklarining bu bayramni qutlaqanligi bu bayramning din bilan bir aloqasining yo'qligini, uning bir milliy bayram va tabiat bayrami ekanligini eng ochiq shaklda yo'ritib berdi. Xitoyning qadimki tarixiy materiallarida Uyg'urlarning milodidan 3 asr burungi chaqlardila bahorda bayram qildiganligi haqida xotiralar bor. Uyg'urlarning 3 ayning 21 kuni yangi yil besh qilib bekitishi Uyg'urlar qo'llangan 12 mo'ljal kalendari bo'yicha atiyozliq kun, tun tanglashgan vaqtga asosan hisoblangan bo'lib, bu No'ruz bayramining O'rta Osiyoda Türk xalqlari orasida borliq kelganligining yana bir isboti. Chunki Iran qatorliq yerlarda bahorning boshlanishi 3-ayning oxiri emas, 2-oyda boshlanib bo'ldi. Gerçi No'ruz degan ism farischa bo'lsa-mu, No'ruz bayrami turklardan Ironga tarqalgan. No'ruzning asli uyg'urcha atalishi bo'lgan yangi kun degan ism farischa No'ruz deb tarjima qilingan. Va keyincha bu ism bu bayramni qutlaqlaydigan turk va faris tilli xalqlarga o'rtaq bir atalg'uga aylangan. İran İslamiyetni qabul qilganga qadar qo'llanib kelgan an'anaviy Zoroastr dinining kalendari bo'yicha yil beshi 6-ayning 16 kuni boshlanadigan bo'lib, 3-ayning 21 kunini yil besh qilib tabriklash 11-asrdan boshlangan. Seljuk imperiyasining hukmroni Melikshah 1079-yili Ironda yil beshini No'ruz kuni bo'lgan 21 martdan boshlashni amr qilgan. Abu Rayhan Bironining ma'lumotiga qaraganda, qadimki Ironda No'ruz deb atalgan tabriklash yozliq kun, tun to'xtagan kunda, ya'ni 6-ayning 22 kuni Iron podshohlari murosim qildigan kun bo'lib, Turkiy xalqlarning bayrami bo'lgan No'ruz bilan aloqasi bo'lmagan. Uyg'ur olimi Mahmud Kashg'ari Divani Lug'ati Turk nomli asrida yangi kundan keyingi tunji bahor oyni o'g'loq oy deydi deb yozadi. Bu yerda tilga olingan yangi kun bugungi kundagi No'ruz degan ismning asli shakli hisoblanadi. Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, urf-odatlaridan xabarsiz ba'zi arab shayxlarining No'ruzni harom deb fatvo berishi 1000 yildan beri sop diniy e'tiqodi bilan yashab,
o'z dinini an'anaviy madaniyati bilan hech to'qinishtirib qo'ymay islom e'tiqodida ching turib kelayotgan Uyg'urlar uchun cho'ng bir haqoratdir. Navro'zni milliy madaniyatimiz hisoblagan, uni diniy e'tiqodimizga yot ishlab qaramagan Mahmud Kashg'ari, Navoiy hazratlar o'z davrining komil musulmonlari va diniy olimlari edi. Bostondagi New England islom markazining mas'uli, islom dunyosidagi nopusliq hadis olimlarining biri bo'lgan Sheyx Xolid Nasir 2014-yili bir Uyg'urning Navro'z harom deb qaramsiz degan savoliga nihoyat ixcham va ilmiy qilib tuvandagidek javob bergan. Men arab, shunga men Navro'zni tabriklamayman. Men Uyg'urlarning Navro'zni qandoq tabriklaydiganligini bilmayman. Agar Navro'zni tabriklashda islomga xilof ishlar bo'lsa, Navro'z harom. Agar undoq bo'lmasa, harom emas. Navro'zni xalqimiz qutlug', xosiyatlik bayram deb biladi va Navro'z bayramida o'mlik, ittifoqlik, birlik, inoqlikni keng tashviq qiladi. Navro'z bayrami 3 kundan 7 kungacha o'tkazilgan bo'lib, 9 to'qi, ya'ni 9 rasmiyat bo'yicha o'tkaziladi. Birinchi, ko'ni yilni uzitib, yangi yilni qutlaqlash. Buning uchun Navro'z nag'risi, nag'ri sonaylar kelinib, yurt-yurtlarga Navro'z bayramining, ya'ni yangi bahorning yetib kelganligi jakarlandi. Ikkinchi, Navro'zda yangi yil tozaligi qilindi. Uchinchi, so'g'uq qo'g'lash faoliyati qilindi. To'rtinchi, jamoat bir yerga jam bo'lib, topgan targini bo'yicha cho'ng dash qozonda 7 xildan yoki 9 xil yemaklikdan Navro'z ish tayyorlaydi. Hamma eg'iz tegishidi. Navro'z duosi qilishidi. 5. Kishilar bir-birini yo'qlashidi. Yordamga muhtojlarga yordam qilishidi. Kasallarni, ojiz meyiblarni yo'qlaydi. 6. Navro'z saylisi, ya'ni cho'ng tipdagi ko'ngil etish faoliyati bo'ladi. 7. Navro'z yorishi, ya'ni Navro'zlik har xil musobaqalar, baygilar bo'ladi. 8. Navro'z mashrib o'tkaziladi. 9. Navro'zning 3-kuni jamoat, mahalla yoki urug' tuqqanlar jam bo'lib, yurtning omon esanligi, yilning bayashat bo'lishi uchun duo tilovat qiladi. Qisqasi, Navro'z yangi yil bayram bo'lib, Navro'z faoliyati orqali qish simistonni qo'g'lash, osoyishlik, yangi bahorni kutib olish, yangi yillik tilak tilash, yeshillik purkangan tabiatni kuylash, kishilarni ilm ma'rifatga yo'ndash, ittifoqlik va inoqlikni tashabbus qilish, saxovatlik va diyonatlik bo'lish qatorliq ilg'or ijtimoiy mazmunlar aks ettiriladi. Shunga Navro'z tabiat bayrami, emgak bayrami, inoqlik o'yishish bayrami, hunar kasb bayrami, tantarbiya bayrami, shodlik bayrami, ko'rak qilish bayrami, adabiyot san'at bayrami, milliy xoslikni ko'rsatish bayrami bo'lib, elning turli hunar kasb yangiliklarni namoyon qiladigan, o'gitadigan, har taraflama iqtidor yetildiradigan, ichib etilgan xalq maktabidir. Navro'z Uyg'ur madaniyatining eng nodir o'rnaklarini o'ziga mujassam qilgan bir ma'rifat xazinasidir.